Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan 2026-yil birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar hamda joriy loyihalar haqida ma'lumot beriladi. Umuman olganda, respublikamizda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 125 mingga yaqin energiya tejamkor kvartiralar barpo etildi. 934 ming kvadrat metrdan ortiq ko'p kvartirali uylarda issiqlik izolyatsiyasi ishlari bajarildi. 5200 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga 13 mingta geliya kollektor o'rnatildi. 4700 ta ijtimoiy muassasada eski isitish tizimlari energiya samarador uskunalarga almashtirildi. Shu bilan birga 550 dan ortiq energiya auditori sertifikatlanib, mamlakatda energiya samaradorligi sohasining malakali kadrlar bazasi yaratildi. Ushbu davrda energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasi esma.uzex.uz orqali aholi tomonidan subsidiya asosida energiya samarador qurilmalarni xarid qilish va o'rnatish bo'yicha kelib tushgan so'rovlar asosida 7300 ta xonadonda energiya auditi o'tkazildi. Energiya audit natijalariga ko'ra 5700 dan ortiq xonadonga quyosh panellari, geliya kollektorlar hamda issiqlik nasoslari o'rnatish uchun 42.4 milliard so'mdan ortiq subsidiya ajratildi. Joriy yilda strategik ahamiyatga ega yana bir muhim natija sifatida mamlakatda ilk bor nol energiya sarfli binolar konsepsiyasi hamda ijtimoiy obyektlar uchun energiya samaradorligi bo'yicha minimal talablar tasdiqlandi. Energiya tejamkor qurilishning huquqiy asoslari shakllantirildi. JICA, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va boshqa xalqaro moliya institutlari bilan umumiy qiymati 820 million AQSh dollariga teng bo'lgan imtiyozli loyihalar portfeli shakllantirildi. Bugungi kunda agentlik tomonidan joriy yilda iqtisod qilinishi rejalashtirilgan energiya resurslari maqsadli ko'rsatkichlarining raqamli monitoringi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF70-sonli 2026-yilda energiya samaradorligini yanada oshirish, energiya resurslarini tejash va undan oqilona foydalanishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil uchun energiya resurslarini iqtisod qilish bo'yicha belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarning ijrosi elektr energiyasi bo'yicha 2.6 milliard kilovat soatga, tabiiy gaz bo'yicha 974 million metr kubga bajarildi. Bunda amalga oshirilgan energiya samaradorligi tadbirlari hisobidan yakka tartibdagi va ko'p kvartirali uylar, ijtimoiy soha obyektlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarda 2.1 milliard kilovat soat elektr energiyasi va 594.1 million metr kub tabiiy gaz. 25 ta yirik tarmoq korxonalarida 486 million kilovat soat elektr energiyasi va 104.9 million metr kub tabiiy gaz. Yirik quyosh va shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish hisobidan 276 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilishga erishildi. Hisobot davrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60 ta hujjat orqali 295 ta topshiriq nazoratga olingan va ijrosi o'z vaqtida bajarilishi ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 318 ta topshirig'i nazoratga olingan. Joriy yilning iyul oyiga qadar ijrosi ta'minlanishi lozim bo'lgan jami 55 ta prezident topshiriqlarining 48 tasi muddatidan oldin bajarilgan hamda 7 ta topshiriq ijrosi yuzasidan tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'rib chiqilayotgan davrda 72 ta Vazirlar Mahkamasi topshiriqlarining 67 tasi bajarilgan hamda 5 ta topshiriq ijrosi yuzasidan tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan korrupsiyaviy holatlarning oldini olish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida anonim murojaatlar uchun Telegram tarmog'ida maxsus bot ishga tushirildi. Mazkur botga murojaat qiluvchining shaxsi va taqdim etilgan ma'lumotlarning maxfiyligi kafolatlanadi. Korrupsiyaviy xavf-xatar yuqori bo'lgan davlat xizmati lavozimlarida faoliyat ko'rsatuvchi xodimlar uchun korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mavzusidagi 36 soatlik masofaviy maxsus chuqurlashtirilgan o'quv kursida 10 nafar. Davlat xizmatiga ishga qabul qilingan xodimlar uchun davlat xizmatida korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusidagi o'quv kursida 10 nafar xodimlar qatnashib, yuqori natijalar bilan tamomladi. E'tiboringiz uchun rahmat.